Assalomu alaykum Akmaljon xo'p obunachilari, sizlar bilan Akmaljon. Bugun sizlarga antifriz stiklochistитель ishlab chiqarish bo'yicha biznes loyihani tushuntirib o'tmoqchimiz. Biz hozir shu ishlab chiqarilayotgan joydamiz, yetib keldik. Hozir endi bu stiklochistитель hozir antifrizimiz tayyor yo'q ekan. Endi hozir tayyorlab ko'rsatib beramiz. Xo'p, bizga bu nima deydi, eksperiment uchun kerak bo'ladigan narsamiz bu. Mana shu kichkinagina stanok orqali qanday tayyorlanadi, qanday tayyorlanishini hamma yo'g'ini tushuntirib o'tamiz. Akam hozir yordam berib ko'rsatib berasiz bizga. Ikki xil parashyutimiz bor. Ketma-ket solinadi, ichida. Bularni suvni yumshatib beruvchi. Keyingisi zaynni oldini oladi. Bloklarga, radiatorlarda zaynaganlar to'planib qolishini oldini oladi. Mashinani qo'shib yuborsam bo'laveradimi? Qo'shib. Aralash bo'lgandan keyin qo'shiladi. Hozir 5 minut turish kerakmi? Tashlash bo'laveradi. Bo'laveradi. Chechidan tashlaydi. Bo'ladi. Hop, endi bundan keyin yana nima qo'shiladi? Tinish kerak. Aralash bo'lsa ichidagilar tiniq holatga keladi. Tiniq holatga ko'rayotganda. Keyingisi bu vitamin glikol qo'shiladi. Vitamin glikol. Asosiy tarkibi shu. Shu mana shu muzlashni oldini oladimi? Sovuqdan shu saqlaydi. Sovuqdan saqlaydi. Shunda mashin bilan bir litr bo'lyapti. Bundan keyin ozgina rangda qizig'i yo'q. Rangni qizig'i yo'q. Xo'p, endi misol bu yerda sotish bo'yicha ham hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Sotish bo'yicha misol -40 gradusga javob deb sotilayotgan antifrizlarimiz ham misol 100%, 40% ga javob bermaydi. Mana bunday shu 100% ga, 40% ga yoki 20% ga, 20 gradus sovuqqa dosh beradigan degani aniq bilish uchun mana bunday bir kichkinagina bir mahsulot unaqamiz bor ekan, stanogimiz. Shunda misol mana bu yeriga o'shanda ozgina tekkizib turib, bunday qaralsa, necha gradusga dosh berishini bilib olsa bo'lar ekan. Shundan misol antifriz ishlab chiqarishni boshlagan odam mana shunda bitta olishi kerak bo'lar ekan. Mana buni yaxshilab ko'rib olsa, bu o'zimizda bor. To'g'ri, bir ustagamiz 500 ming so'm atrofida dedi. Bundan bitta olish kerak bo'ladi. Xo'p. Endi ozginagina naryoqda katta stanokda tayyorlangan, o'shani ozgina qanday qo'yiladi, shuni ko'rsatib o'tsak. Mana bu stanogimiz 100% hali beri tayyor bo'lmadi. Shunda qanday tayyorlanadi? Mana shundan bitta agar o'zingizlar yasasanglar ham bo'ladi. Bunimiz 300-350 dollar atrofida bu stanogimiz. Undan u yog'ini keyin o'zingizlar yasab olasizlar. Xo'p, endi mana bunday baklashkalarni ham qayerdan topishdi, boshqani hamma yo'g'ini yordam beriladi. Endi mana ozgina qanday quyilishini ko'rsatib bersak. Xo'p, mana mahsulotimiz quyildi. Ozgina vaqt tursa bu tinadi. Ustaga qancha turish kerak? Necha kunda tinib qoladi? Bu 15 minut tinadi. 15 minut, 20 minut atrofida tursa tinib qolar ekan. Undan keyin sotuvga tayyor bo'ladi. Mana bu yerda ham mana yangi quyilganlar turibdi.
rangni ko'rsatib qo'ying, o'sha. Bo'laveradi. O'sha mana antifrizimiz ham уже aylanib tayyor bo'lib qoldi. Rangdan bir qancha qo'shish kerak? Nechta yaxshi. To'rt. Mana bunga qilganingiz tushgani yetadi bunga. Bo'ldi. Bo'ldi mana. Rang unaqa judayla bir to'q bo'lishi shart emas. Tozalab turish uchun. O'zi rang o'zi muhim emas o'zi. Mashina motorlari uchun o'zi besvet yaxshiroq, ha? Ichkariga rang bilan motor ajrab turish kerak-da. Rangi bilan suv, misol suv bo'lishi mumkin yonida. Shunga aralashib ketmasligi uchun rang qo'shiladi. Ha, to'g'ri. Mana bu yog'i endi kimlargadir qiziq, kimlarga o'lchayotganda topib tayyorlangandan keyin ham chekinadi. Ichini o'rtasi o'rtasi desa o'sha antifrizda nimasi me'yori ko'ryapti o'rtasi. shu ko'kdan pasti hisoblanadi. Shunda tekshirib nima qilinadi? Mana bunday qilib xuddi bir durbinga qaragandek, Tepada aynasini yopasiz. durbinga qaragandek qaraladi. Hozir mana biz tayyorlabmiz. 19 gradus atrofida chiqyapti hozir. Yana turgan sari ko'taraverasiz. Yana ko'tariladi. Qarab. Mashindan bo'lmasa, to'g'risi qiynalar ekan deydi. Rasxot ham bo'ladi. Bozorga olib chiqqandan keyin 100% deb garantiya berish kerak-da. Bular bor, faqat gimadan tepasini ko'rsatadi. Bu gima 5 dan o'tganda keyin ko'tariladi. Qo'yish kerak buni. Ha, bu hozir yonlari nima bo'pti, so'rmayapti tepadan. Bular 1 gradusdan boshlab o'lchaveradi. Bular 1 gradusdan o'lchaydi. Bu endi zamonaviy variantida, to'g'rimi? Eng arzoni shu, bundan qimmatlari ham bor. Ha, bundan qimmatlari ham bor. Endi hamma kimga cho'ntakka qarab olinaveradi. Bunimiz endi nimalarni ko'rsatib o'tib bunday satish kerak. mana qaranglar, endi mana bu plastmassa idishda tayyorlansa, plastmassali aylantiradigan, misol kimlardir o'zlari yasamoqchi bo'lsa, shunday qilib yasasa bo'ladi. Bu nержавейка varianti. Nержавейка varianti shunday qilib telefon qilishingiz mumkin. Telefon raqamini chiqarib qo'yamiz har doimgidek. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosish va bizni videolarimizga qiziqayotgan odamlar kanalimizga podpisatsiya bo'lish esdan chiqmasin.